O'zbekiston U17 o'smirlari nimchorak finalga chiqdi. O'smirlar o'rtasida o'tayotgan Jahon chempionati play-off finali muxlislar kutganidek shiddatli va his-tuyg'ularga boy tarzda kechdi. Islombek Ismoilov qo'l ostidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi Xorvatiyaga qarshi o'ta muhim bellashuvda katta mahorat va iroda namoyish etdi. Asosiy vaqt 1-1 hisobida yakunlandi. Ammo eng hayajonli palla penaltilar seriyasi kelganda yoshlar ruhiy bosimni yengib o'tib, 3-tur hisobda zafar qozonishdi. Shu tariqa 18 noyabr kuni bo'lib o'tadigan play-off final juftliklari to'liq shakllandi. Musobaqa endi yanada mas'uliyatli, yanada yuqori kuchlanishli bosqichga kirdi. O'zbekiston U17 jamoasi ham o'z tarixi uchun eng muhim bosqich ostonasida turibdi. Italiyaga qarshi bellashuv mushkul bo'lishi turgan gap. Biroq jamoa bu musobaqada iroda va xarakter nimaligini allaqachon ko'rsatib bo'ldi. Eng qizig'i, agar o'smirlar play-off finalni ham bosib o'tsa, chorak finalda ularni Afrika vakillari Uganda yoki Burkina Fasodan biri kutib turibdi. Bu esa musobaqada yangi surprizlar va yuqori darajadagi kurashlar hali oldinda ekanini anglatadi. Musobaqa qizg'in pallaga kirdi. Muxlislar esa endi har bir bahsni nafasni ushlab kuzatadigan vaqt keldi.